To'xta, molni topmasak bo'lmaydi, xotin meni gazlaydi. Tug'amiz? Mana olmaydi. Kedami? Nima? Yur qani? Nima qilyapsan menga? Omadli insonni kutyapman. Ana men omadli. Ketma. Qani omadli bo'lasan? Molingni jo'g'otding, uyga borsang xotin gazlaydi. Qani, men omadli berga. Nima qilish kerak? O'yin o'ynash kerak. Pul tikasan, birga bir olasan. Bo'ldi. Shart ko'rding-a? Ha? Shuni qaysi ichigaligini topasan. Qaysida? Ko'rmadingmi bu? Mana shuni. Rostdan ham qo'yaylik. Ko'proqdan o'ynaysanmi? Istaganingcha tik o'ynayman. Xotindan yashirganim bor. $100. Qo'y. Aralashtir. Tanla. Mana shuni. Bunaqa rostdan ham omadli inson ekansan. Ol pulingni. Agar istasang, shu yutga $200 omadli quti bor. Nima bor uning ichiga? Endi buni ichiga pul ham bo'lishi mumkin, bitta chupa-chups ham bo'lishi mumkin. $10,000 pul ham, mashinani kaliti ham bo'lishi mumkin. Mol ham bo'lishi mumkinmi? Ketma. Mol qaydan bo'ladi bunga? Uyda kaliti ham bo'lishi mumkinmi? 2 xonali uyda kaliti ham bo'lishi mumkin. Baraka. Uçup gidelim şunu. Yangim qirqalabdi. Chiga bo'lib yo'q baka. Ay, moling qaydan bo'ladi?